Rahmat kattakon, shunchalik qo'llab-quvvatlab, oddiy bir qishloqning bolasini kommentariyalarida Odilxon deb hamma zo'r yozib, конечно o'sha odamlar hozir mendan xafa, umidlari puchga chiqdi. Lekin yutishni bilgan odam yutqazishi ham bilish kerak. Men sizlarga va'da berib aytamanki, va'dalarim ustidan chiqqanman. Qo'limdan ko'p narsa kelishini ko'p bor isbotlaganman. Lamerchik молодец, bugun uning kuni ekan. Unga ham xeyterlik qilib, negativ yozib o'tirmanglar. Ko'proq mehnat qilgan ekan yoki bizdir, qaysidir ishimiz Xudoga yoqmagan ekan. Mayli endi. Bunisi ham bir sinov. Men va'da beraman, kuchli bo'lib qaytaman. Rahmat kattakon, shunchalik qo'llab-quvvatlab, oddiy bir qishloqning bolasini kommentariyalarida Odilxon deb hamma zo'r yozib, конечно o'sha odamlar hozir mendan xafa, umidlari puchga chiqdi. Lekin yutishni bilgan odam yutqazishi ham bilish kerak. Men sizlarga va'da berib aytamanki, va'dalarim ustidan chiqqanman. Qo'limdan ko'p narsa kelishini ko'p bor isbotlaganman. Lamerchik молодец, bugun uning kuni ekan. Unga ham xeyterlik qilib, negativ yozib o'tirmanglar. Ko'proq mehnat qilgan ekan yoki bizdir, qaysidir ishimiz Xudoga yoqmagan ekan. Mayli endi. Bunisi ham bir sinov. Men va'da beraman, kuchli bo'lib qaytaman.